Hydrox brendidan GD520 modelli zermilon shneklarimiz. O'zining komplektida ikkita buri mavjud. 300 talik burimiz va 200 talik o'zining maxsus burlari mavjud. Motorimiz adnokatniy motor. Benzinga moy aralashtirib, benzin bakka qo'yasizlar. Motor yoqish juda ham oson. Remenni tortish orqali bitta remenni tortish bilan yoqib olsak bo'ladi. Bu apparatda bir xilla motabur deydi, bir xilla bo'lsa zermilon shnek. Hydrox brendida bu apparatni sotib olishingiz mumkin. Hozirda skidka narxida 1.350.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Agar zakaz bermoqchi bo'lsanglar yoki boshqa mahsulot haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar.